Hop, hozir mana bu joy bu ovqatlar pokistonliklar ovqat. Mana bu chicken tanduri deyiladi. Mana bu lambriani. Shezon narsa. Hop, mana bu cheese naan. Men eng yaxshi ko'rgan nonlarimdan bittasi mana qaranglar. Mana shu bitta porsiya. Kattaligini qaranglar. Takomni qizartirib pishirib berishadi. Amerikaga borib olib, bu bolalar ovqatlanayotgan ekanda deyishinglar mumkin, lekin bitta to'g'ri aytasizlar. Endi Kaliforniyada yashaganim uchun bu yerda o'zbekcha ovqatlar yo'q. Asosan Pokiston, arab shular ovqat yeymiz. Hozir aka, mana shu ovqatdan kelib yeysiz. Qalay bo'ladi? Kelib yeyinglar, yig'laysizlar. O'tirib. Ancha o'zbekcha osh emas. Bizani oshga yetmaydi.